Hammaga salom. Bu meni eski holatim. 4 yil 5 yildan beri gaymarlik bilan qiynalaman. Har xil lorlarga borib, burnimni yudirish bilan ovora edim. Yoshlikdan beri burun nafas olishdan ham qiynalib kelaman. Doktor Choriyevni 2 yildan beri kuzataman. 1 yil oldin dugonam operatsiya qildirdi. Ishlari juda yoqdi. O'zim Turkiyada bo'lganligim sababli kela olmadim. Bu yil vaqt ajratib, обязательно kelib qildiraman degan niyatim bor edi. Bu yil vaqt topib keldim. Va burnimni faqatgina nafas yo'limni to'g'rilatishda niyat birdaniga o'zgartirishga ham qaror berdim. Va qarorimdan afsuslanmayman. Natijadan juda xursandman. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Bir nechta dugonalarim kosmetologlarda ko'z qovoqlarini oldirgan, ulardagi natijani ko'rganman. 6 kun, 7 kunda yiringlab ketgan shunaqa holatlar bo'lgan. Menda даже hech narsa bo'lmadi, juda ham chiroyli bitdi. 7 kunda ipi olindi. Qovoq osilgan, burni o'ziga yoqmagan yoki nafas olishga qiynalgan insonlar bo'lsa, tavsiya qilaman. Qo'llari juda ham yengil. Bundan tashqari, doktor Choriyev shunaqangi doktorki, men o'tgan yili kelib ko'zim uchun gaplashgandim. Burunga hali qaror bermagan edim. Gaplashganimda qovog'i olmayman degandilar. Bularning yoniga bir 3 marta keldim. Kerakmas bo'lgan insonlarikini qovog'ini haqiqatan olmaydi. Boshqa kosmetolog, xirurglarga o'xshab, pul uchun yo'q olish kerak, qilish kerak demaydilar. O'shaning uchun ishonchim yana ham ko'paydi.